Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Nafs tarbiyasi darslaridan birodarlar, isor manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Senda bor bo'lgan ilm haqida so'ralding. Falon narsani hukmi qanaqa? Sen halol yo harom deb qo'yding, bo'ldi. Tafsilotini tushuntirmading. Shuni o'zi kifoya qiladimi? Mana shunday javob berishlik ham ilmdagi isorga kiradimi? Ilmdagi al-judga kiradimi? Imkon bo'lsa dalilini ham keltirib ber. Qo'shimcha ma'lumotlarni ham ayt. Nima uchun deyilgan bunday va buni hikmati nima? Ehtimol ana shu sen qo'shib qo'yadigan tafsilotlar savol so'rayotgan odamga mana shu savolidan ko'ra muhimroq, foydaliroq bo'lib qolishi mumkin. Demak, ilmdagi al-jud qisqa javob berish bilan kifoyalanmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarasak, bergan javoblarida ayni shu narsani ko'ramiz. Rasulullohdan dengizga chiqamiz kemada, dengizni suvda tahorat qilsak bo'ladimi deb so'rashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha deb qo'ysa javob berdilar. Lekin qo'shimcha qilib aytdilarki, huvat tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Dengizni suvi pok, uni o'limtigi halol. Ya'ni dengizda o'lib qolgan baliq halol bo'laveradi. Hozir aytganimizdek, ha, tahorat qilsa bo'laveradi, suvi pok deb qo'ysa kifoya bo'lardi, ammo payg'ambarimiz pokligini aytib turib suvni o'limtigi haqida ham ma'lumot berib qo'ydilar. Yana bitta misol, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yana so'rashdi. Yangi pishgan rutobni, xurmoni tamirga, ya'ni qurigan xurmoga sotish teppa-teng. Biz yana hammasini bitta xurmo deymiz. Bular yangi pishganini rutob deydi arablar, quriganini tamir deydi. Ya'ni rutobni tamirga teppa-teng sotishlik haqida so'raganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q, bunday qilish mumkin emas deb qo'ysalar javob bergan bo'lar edilar, ammo qo'shimcha qildilar. Ayanqusu rutobu ida yabisa. Agar rutob, yangi pishgan xurmo qurisa, vaznidan yengilladimi? Qolunam, qola falaitan. Ha, yangi pishgan xurmo vaqt o'tgandan keyin quriydi deganida payg'ambarimiz yo'q, unday bo'lsa mumkin emas dedilar. Yo'q deb qo'ysa ham bo'laveradi, lekin tafsiliy javob berdilar. Ilmda al-jud ko'rsatdilar. Ya'ni yangi uzilgan 10 kilo xurmo, qurigan 10 kilo xurmo teppa-teng almashtirsangiz, 3 kun 4 kun o'tgandan keyin boyaga yangi uzilgan xurmo qurishni boshlaydi-da, vazni pasayadi. Demak, bunday savdo joiz emasligini payg'ambarimiz tafsiloti bilan tushuntirib qo'ydilar. Ham aqliy, ham naqliy dalil keltirishlik eng chiroyli yo'l bo'ladi. Demak, birinchisi nafsda jud, mansabda al-jud, rohatda, huzur halovatda al-jud hamda ilmda al-jud. Beshinchisi mansab bilan, hurmat bilan bo'lgan al-jud. Ya'ni siz falonchi bir mansabdorni taniysiz. Sizni hurmat qiladi, gapingizni oladi. Bir odam kelib, men bilan birga falonchining oldiga borsangiz yaxshi bo'lar edi. Sizni gapingizni ikki qilmas edi. Ishim bitib qolardi deb so'ranadi. Nima deysiz? Menga kerak yo'q bu narsani deysiz. Demak, siz baxilsiz. Prosta birga borib qo'ysangiz ishi bitib qoladi. Mo'min odam bunaqa bo'lmaydi. Yoki bir odamning oilasi buzilib ketish arafasida turibdi. Kelin orozlab ketib qolgan otasining uyiga. Kelinda otasi mahkam turibdi, bermayman qizimni deb. Ammo siz borsangiz, ana shu ota sizni gapingizni olishi mumkin. Chunki hurmat qiladi. Ana shu oilani buzilib ketmasligiga sizda imkon bor. Nima qilasiz shunda? Vaqtingizni sarf qilasiz, ko'chaga chiqasiz, toki bitta oila buzilmasin, ota-onasi tirik turib yetim bo'lmasin. Qalblarga xursandchilik kiradi. Eng yaxshi shafoatchilik birodarlar, nikohda er xotinning o'rtasida shafoatchilik qilish. Agar yolg'on gapirish mumkin bo'lsa, 3 ta o'rinda. Shundan bittasi er xotinni yarashtirishida ham yolg'on gapirsa bo'laveradi. Mana endi 6-inchisi, inson o'zining badani bilan ham al-jud qilish kerak. Jasadi bilan xayr-saxovat qilishligi kerak. Oyoq qo'lingiz, kuchingiz, quvvatingiz bilan odamlarga foyda isteyish kerak.
Jasadingiz bilan ham xizmat qilishingiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar: "Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun kullu yawmin tatlu fihi ash-shams." insonlardagi jamiki a'zolar uchun quyosh chiqadigan har bir kunda sadaqa mavjud. Endi ana shu jasadning sadaqasi nimadan bo'ladi? Jasadning sadaqasi, jasadning aljudi mana shu oyoq qo'lingiz bilan, jasadingiz bilan odamlarga foydangizni tegishi. Payg'ambarimiz hadisda aytadilar: ikki kishi o'rtasida adolat qilishing sadaqa. Birovni uloviga minishiga yordam berib, uni chiqarib qo'yishing yoki narsasini olib berishing sadaqa. Yaxshi so'z sadaqa. Yo'ldan aziyatli narsani olib tashlashing ham sadaqadir. Buxoriy va Muslim rivoyat. Aravasini itolmay turibdi, arava kash qishdi kunida, usavat qilib, o Shartevada. To'xtab qolgan, jilolmayapti. Yonida qo'li bo'sh. Nima qilasiz? Ishla deysiz. Yo'q, ishla deysiz. Pulingni halolla deysiz. Sen bu uchun pul olyapsan deysiz. Yoki nima qilasiz? Siz ham odamsiz, u ham odam, turtib qo'yasiz. Shunaqa bir jasadimiz bilan qiladigan sadaqalarimiz kamayib ketganmiki, qarasangiz hamma kasalda. Meni hamma yo'g'im tekkiz degan odam bilmadim men, shu mingtadan bitta chiqmasa, o'ta yoshlar. Shu qirg'idi ustidagilarni qarasangiz buketda, tizzasi og'riydi, xotirasi ketgan, chachi to'kilgan, tishi karies bo'lgan, pochka bola ve sanasiz bir 5-6 ta chiqadi kam deganda. Ana shu jasadimiz bilan saxovat qilsak, jasadimizda aljud qilsak, birodarlar, ana shu jasadimizdan sadaqa bo'ladi. Davu mardokum bis sadaqa deganlar Rasululloh. Dardlaringlarni, bemorlaringlarni, kasallaringlarni sadaqa bilan davolanglar deganlar. Yo'lda yotgan toshmidi, shishamidi, kessamidi, odamlarga aziyat yetkazishi mumkin bo'lgan narsani bir chekkaga turtib qo'yishlik ham sadaqa bo'lar ekan. Birov yukini ko'tara olmay turibdi, kelib yordam berding. Demak, kuching bilan, oyoq qo'ling bilan saxovat ko'rsatding. Albatta Alloh bu amalingdan rozi bo'ladi. Nafsda aljud, mansabda aljud, rohatda aljud, ilmda jud, mansabda aljud hamda jasad bilan nima? 7-si o'zining sharafi va obro'yi bilan aljud. O'zining sharafi va obro'yida aljud. Saxovatni bir ajib ko'rinishlaridan, saxiylikni ajib ko'rinishlaridan. Al-irz deyiladi arab tilida. Sharaf, nomus. Insondagi maqtaladigan yoki yomonlanadigan o'rin. Sahobalardan Abu Damdom radhiyallohu anhu kambag'al edi. Ihson qiladigan hech narsasi yo'q edi. Saxovat qiladigan hech narsasi yo'q edi. Har tong ottirganda aytar edi: Parvardigor, menda odamlarga sadaqa qilinadigan boylik yo'q. Tahqiq men ularga o'zimning sharafim, obro'yimni sadaqa qildim. Bu qana bo'ladi? Obro'yini, sharafini sadaqa qilish. Aytardiki, bas, kim meni haqorat qilgan bo'lsa, menga tuhmat qilgan bo'lsa, bas uni kechirdim. Ajoyib sadaqa ekanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man yastati'u minkum an yakuna ka'bi Damdam falyaf'al." Qaysi biringlar Abu Damdam qilgan ishni qilish qo'lidan kelsa, bas shunday qilsin. Hech narsasi yo'q sadaqa qiladigan, beradigan, saxovat ko'rsatadigan hech narsasi yo'q. Ammo u haqida kim yomon gapirgan bo'lsa, qiyomatga qoldirmasdan dunyoni o'zida nima qildi? Kechdi. Bu ham aljudning ajib ko'rinishlaridan. 8-si sabrda aljud. Sabr bilan aljud. Bir kishini yosh bolasini mashina urib yordida mayib bo'lib qoldi. Qozoy qadar haydovchida ayb yo'q. Qoida bilan ketayotgan bo'lgan, ayb bolada yugurib birdaniga chiqib olgan. Mana endi shu bolaning otasi xolasa, haqqini talab qilib turib olsa, katta bir jarimaga tushirishi mumkin. Ammo qaytarib aytamiz, haydovchida ayb yo'q. Bolada ayb.
Haydovchi mana shu bo'lgan ishdan qattiq bir ta'assufda, afsuslanib turibdi. Qo'lida bor imkoniyatini yordam beray deb qilib turibdi. Lekin topish tutishi katta emas ekan. Beqasd bo'lgan ish. Mana shu holatda agar shu bolani otasi shu haydovchini avf qilib kechirib yuborsa, ulkan savobli amal qilgan bo'ladi. Astagfirullah. Va katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun. Alloh aytadi qasos haqida. Unda Tavrotda ularga jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va yana boshqacha jarohatlarga ham qasos olinadi deb yozib qo'ydik. Endi kim uni, ya'ni qasosni olmasdan kechib yuborsa, o'zi uchun kafforat bo'lar. Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular zolimlardir. Mana endi agar haydovchi mast bo'lsa, qoidani buzgan bo'lsa, tezlikni oshirib olgan bo'lsa, qasddan bo'lgan bo'lsa bu ishlar, uni avf qilishlikdan ko'ra uni javobgarlikka tortishlik to'g'ri bo'ladi. Chunki u mast turib haydashdi, bunaqa tez haydashlikda o'ziga hunar qilib olganmi? Ha, bu odamdan qasos olishga haqqi bor. Ammo hozir aytganimizdek, agar beqasd qilgan bo'lsa, mana shu musibatda, mana shu holatda sabr qilib, sabrda al-jud ko'rsatishligi to'g'ri bo'ladi. O'zi umuman avf qilishlik masalasida kechirim so'rab keldi. Agar kechirsiz tuzalishiga sabab bo'lsa, kechirganingiz yaxshi. Agar kechirim so'rab kelsa, kechirsiz, mana qutuldim deb turib, yana shu ishni davom etkazadigan bo'lsa, kechirmaslik to'g'ri bo'ladi. Ma'qulmi? 9-si tabassum, ochiq yuzlik, go'zal xulqdagi al-jud. Sen mansabdorsan, boshliqsan, qo'lingda ishchilar bor, mudirsan. Ular bilan qo'pol muomala ham qilishing mumkin yoki yumshoq muomala ham qilishing mumkin. Agar ularga muloyim bilan muomala qilsang, yaxshi bo'ladi. Tabassumlisan, muomala yumshoq. Yoki aksincha, qovog'ingni solib turib olasan, jiddiy bo'lib. Seni ko'rib irg'ib o'rnidan turishadi. Sen bo'lsa parvo ham qilmaysan. Jiddiysan, o'tirasan. Yugurib kelib qo'lingga choy uzatadi, sen parvo ham qilmaysan. Shunaqa xo'jayin bo'lib turib, keyin ishdan kelsang, bir tinga olmaydi odamlar keyin seni. Ishching, xizmatching yugurib keladi, hol-ahvol so'rab qo'yaver. Bu narsa seni qadringni tushirmaydi. Ikki og'iz shirin so'z, tabassum, yumshoq muomala, mana shu ham saxovatni ko'rinishlaridan. 10-si. Odamlarning qo'lidagi narsadan ta'ma qilmaslik. Odamlar bir-birini kuzatib, qarab turadi. Ta'magir odamlar bo'ladi. Ta'mani kecha gaplashdik-a, nima edi ta'ma? Sizniki bo'lmagan, haqqingiz bo'lmagan narsani bir odamdan berishini kutishligingiz. Bu ta'ma bo'ladi. Ana shu saxovatning eng yengil ko'rinishi siz odamlardan ta'ma qilmasligingiz. Mana shu narsa al-judning eng past martabasi hisoblanadi. Isor mavzusini o'tdik, birodarlar. Alloh taolo senga ato qilgan narsa ustida isor qilishing. O'zingniki bo'lgan narsani o'zingni qo'yib boshqaga ilinishing, boshqaga berishing. Mana shu isor masalasida juda ko'p odamlarning oyog'i toyilib ketadi. Shuning uchun aytadiganimiz, isor amalida yaxshilik bor emas. Isor amalida yaxshilik bor emas, balki hamma yaxshilik isorda. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Madinalik ansorlarni muhojirlarga qilgan muomalasini maqtab shunday dedi. Astagfirullah. Wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ular ilgari Madina diyoriga o'rnashgan va iymon e'tiqodini mahkam ushlagan zotlar, ansorlar esa o'zlarining yollariga hijrat qilib kelgan kishilarni suyurlar va dillarida ularga berilgan narsa, o'ljalar sababli biron hasad tuymaslar, hamda garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib, o'zgalarni isor, ixtiyor qilurlar. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchi zotlardir. Isor Qur'onda Alloh taolo maqtagan sifat. Isor inson o'zi muhtoj bo'lib turib, o'ziga kerak bo'lib turib, boshqalarga shu narsani berishligi, boshqalarni o'zidan ustun qo'yishligi aytiladi. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchi zotlardir. Alloh subhanahu va taolo ana shu nafsini baxilligidan qutulgan bandalardan bo'lishimizga tavfiq bersin. Isor degan amalni siz bilan bizni ham hayotimizda katta o'rinda egallashlikka tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.